Ali Qushchi. Tarix zarvaraqlarida o'chmas iz qoldirgan bu insonning to'liq nomi Alovuddin Ali ibn Muhammad al-Qushchi bo'lib, u Samarqandda tug'ilib o'sgan. O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda ma'lum davr davom etgan inqirozdan so'ng Amir Temur o'z davlatini barpo qildi va uni nihoyatda yuksaltirib chaqnashga olib keldi. Bu chaqnash shunchalik zo'r bo'ldiki, kuchli bo'ldiki, asrlar osha u haliyam jahon ma'naviyat osmonni yorqin yoritib turibdi. Chaqnash so'zi bizni zamonaviy tilda aytganda bu Renessans, uyg'onish. Renessans degani ma'lum bir davrda, ma'lum bir joyda ma'naviy, ilmiy, madaniy, iqtisodiy rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi belgidir. Musulmon sharqida ikkita Renessans bo'lgan. 9-12 asrdagi Renessansning markazi Bag'dod bo'lgan. 14-15 asrdagi Renessansning markazi Samarqand bo'lgan. Renessansda bir sharti, yo xususiyati bor. U shundan iboratki, Renessans titanlarni yelkasida turadi. Birinchi Renessans Xorazmiy, Farg'oniy, Biruniy, Farabiy, Ibn Sino, Ismoil Buxoriy, Hakim Termiziy va hokazo. Ikkinchi Renessans Ulug'bek, Qozoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy mana kabilardir. Ana shu titanlardan biri Ali Qushchi edi. Ma'lumki, har bir davlatni yuksak cho'qqilarga ko'taradigan narsa bu ilm hisoblanadi. Albatta, ikkinchi Renessans davri hisoblangan Temuriylar davrida ilm fanga juda ham katta e'tibor qaratiladi. U davrda ko'plab ulamolar Samarqand shahriga, Samarqand undan keyin mana Hirot shahriga yig'iladi va ularga ko'plab madrasalar quriladi va ularga yetarlicha shart-sharoit yaratiladi. Ma'lumki, Amir Temur davrida mashhur olimlardan Sadodan Taftazoniy, Said Sharif Jurjoniy, Imom Jazariy kabi ulamolar ilm bilan shug'ullanishgan va undan keyin Amir Temur vafotidan keyin ham uning vorisi Shohrux Mirzo davrida ilm fanga yanada ko'plab urg'u beriladi. O'zi xususan madrasalar tashkil qiladi, madrasalarga esa vaqf mulklar ajratiladi va Shohrux Mirzoning farzandi Ulug'bek Mirzo davrida ham ilm fanga ko'p ahamiyat qaratiladi. Ulug'bekning o'zi ham hokimiyatni boshqarishlik bilan birga, davlatni boshqarishlik bilan birga ilm fan homiysi va o'zi olim hisoblangan. O'zi bir qancha shogirdlarga ustozlik qiladi. Ularning eng mashhur shogirdlaridan, Ulug'bekning mashhur shogirdlaridan biri Ali Qushchi hisoblanadi. 15-asrda ilmiy faoliyat ko'rsatgan yirik matematik va astronomlardan biridir. Uning tug'ilish sanasi ma'lum bo'lmasa-da, 14-asr oxiri yo 15-asr boshida tug'ilgan deb taxmin qilinadi. Ali Qushchini aytishadiki, tug'ilgan yil noma'lum deyishadi. Lekin nabirasi Muhammad Chalabiy aytadiki, "Bo'g'im paloncha yil 879-yilda vafot qilganlar 71 yoshda" deydi. Hisoblab ko'ring. 71 olib tashlaylik, 1474 dan 71 olib tashlaylik, 1403 bo'ladimi? Demak, mana aniq. 1403-yilda tug'ilganlar, Samarqandda tug'ilganlar. Endi Ali Qushchi hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar juda ham kam saqlanib qolgan. Uning asosiy ma'lumotlar keyinchalik Turkiyaga safar qilgandan keyin turk olimlari tomonidan yozib qolingan ba'zi ma'lumotlar orqali va undan tashqari o'zimizda tadqiq qilingan ma'lumotlar orqali u haqida ma'lumot olishligimiz mumkin. Ali Qushchi ensiklopedik qomusiy olim bo'lgan. U astronomiya, matematika, geografiya, tabobat, diniy va tilshunoslik sohalarida ilmiy tadqiqotlar qilgan, kitoblar yozib bizga qoldirgan. Uni otasi Muhammad Temuriylar nasl zotidan bo'lgan
va umrini ko'pini Shohruxni saroyida o'tkazgan. Ma'lumotlarga qaraganda u Shohruxni saroyidagi qushchilarni boshlig'i bo'lgan. Ali Qushchi, Oloviddin Ali Qushchi otasini oldida yurib, mana shu qushlarga mehr qo'ygan, ularga boqqan, ayniqsa lochinlarni, Ulug'bekning lochinlarini yaxshi qaraganligi uchun unga Qushchi degan laqabini olgan. Ana shu Qushchi laqabi keyinchalik unga taxallus bo'lib qolgan. U otasidan yetim qolganidan so'ng Ulug'bekning tarbiyasida bo'lgani bois Ulug'bek uni o'z zijining so'zboshida farzandi Arjuman deb ataydi. 1424-28 yillarda Samarqandda Ulug'bek rasadxonasi bunyod bo'lgan. O'sha zamonda astronomiya yutuqlarini hammasini qamrab olgan bo'ladi. Shu rasadxonaga juda katta asboblar o'rnatilgan. Masalan, diametri 48 metr bo'lgan gorizontal doira, radiusi 40 metrdan oshiq bo'lgan qo'shyoyli devoriy kvadrat va ko'plab astronomik jihozlar. Mana shularni o'rnatishda Ali Qushchining xizmati alohida desam bo'ladi. Ulug'bek o'zini Zij Jadidi Koragoni asarining kirish qismida yozadiki, o'sha rasadxonani qurishda, Zijni yozishda unga Qozoda Rumiy ustozi, savdosi G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Ali Qushchilar yordam berdi deydi. Ali Qushchiga nisbatan bir so'zni ishlatadi. Farzandi Arjumand. Farzanddan ham aziz, farzanddan ham sevikli o'g'il degani. Taqdir bu so'zni to'g'riligini keyinchalik isbotladi. Ali Qushchi boshlang'ich va shar'iy bilimlarni Samarqand olimlaridan, matematika va astronomik bilimlarni esa Qozizoda Rumiy bilan Ulug'bekdan oladi. Ali Qushchi Ulug'bekning yonida yurib, Ulug'bekka juda havas qilgan. Shuni oqibatda u astronomiyaga mehr qo'ygan. Uni birinchi ustozlari Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Ulug'bekning o'zi Muhammad Xavafiy, Mavlono Nafisiylar bo'lishgan. Alisher Ulug'bek unaqaga ishongan Ali Qushchiga va uni 1438-yili Xitoyga elchi qilib yuborgan. Ana shu safar davomida Ali Qushchi Ulug'bekni Xitoy hukmronligiga sovg'a qilgan tirik sherini yetkazib olib boradi. Qaytib kelgandan keyin Ali Qushchi Xitoy tarixi va Xitoy geografiyasi to'g'risida kitob yozadi. Bu uni mashhur qiladi va bu kitob 16-asrda 2 marta nashr bo'ladi. Bir ma'lumotga ko'ra, u yoshligida beruxsat Samarqanddan g'oyib bo'ladi-da, Kermonda biroz muddat mahalliy olimlardan bilim o'rganadi va yana Samarqandga Ulug'bek huzuriga qaytib kelib uzr so'raydi. Kermonda yozgan oyning turli shakllariga taalluqli eng birinchi asarni unga taqdim etadi. Endi Ali Qushchi yoshligida diniy ta'limni olgandan keyin Qozizoda Rumiy va Ulug'bekdan matematika va aniq fanlarga doir ilmlarni egallaydi. Keyinchalik esa yanada diniy fanlarni chuqurlashtirish maqsadida safar qiladi. Kirmon shahriga safar qiladi. U yerda madrasada 3 yil tahsil oladi va keyinchalik yana Samarqand shahriga qaytib keladi. Endi u Ulug'bek o'zi ustozlik qiladi. Ulug'bekdan ruxsatsiz ketib qoldi deyiladi Ali Qushchini va ruxsatsiz ketib qolganligi uchun Ulug'bek huzuriga Ulug'bek endi baribir ozgina xafa bo'ladi. Xafa bo'lgandan keyin Ali Qushchiga menga nima hadya olib kelding deya savol beradi. Shunda Ali Qushchi aytadiki, men sizga oyning turli o'lchamda ekanligini qadimgi olimlar yecha olmagan masalani yechgan bir risola olib keldim deydi. Ulug'bek u risolani oladi va tik turgan holatda o'qib ko'radi va uni ilmiy bahosiga, ilmiy saviyasiga yuqori baho berib turib va bu ruxsatsiz ketib qolganligini endi bu uzr sifatida qabul qilinadi. Ali Qushchi bilim kam deb Tabrizga demakki Ozarbayjonga qochib ketadi. Bir muddat so'ramaydi. Bir muddat borib Kermonda ilm o'rganadi. Ya'ni nima uchun? Buni yomonlikka yo'ymaslik kerak. U menimcha Mirzoulobdan uyalgan. Savol javob bo'lgan paytda mani ilm hali u darajada emas deb ma'lum bir muddat borib chetga borib
ilmlarini oshirib kelgan. Mirzo Ulug'bek 1424-yili o'zining mashhur rasadxonasiga asos soladi. Ish boshlanishi bilanoq Jamshid Koshi bir necha yildan so'ng Qozizoda Rumiy ham vafot etadi. Shunda eng ishongan ustozlari vafotidan sarosimaga tushib qolgan Ulug'bek rasadxonadagi qurilish ishlariga va astronomik kuzatishlarga yosh olim Ali Qushchini mutasaddi qilib qo'yadi. Bitqizishga yaqin qolganda 1430-yilda Ulug'bekda savdochi G'iyosiddin Jamshid Koshi olamdan o'tadi. Oradan yana biroz vaqt o'tgandan keyin kutilmaganda Ulug'bekning ustozi Qozizoda Rumiy ham olamdan o'tadi. Podshoh Ulug'bekga qiyin bo'lib qoladi. Rasadxona hali qurilib bitmagan, zich mukammal tuzilmagan, o'zi qoldi. Ana shu paytda Ulug'bekga ham ko'makdosh, ham maslahatchi Ali Qushchi bo'ladi. Ali Qushchi emas yuklangan. Ulardan keyin butun rasadxonani ishlarini olib borish, ilmiy ishlarini olib borish, ya'ni falakni kuzatish, hisob-kitob ishlari, hamma jadval tuzish ishlari, hammasi va rasadxonani yuritish. Chunki rasadxona birikta ola emas, juda katta bir olimlar yig'ilgan-ku. Juda katta bir, bugungi til bilan aytganda katta bir, ya'ni yirik akademiya bo'lgan-ku. Ya'ni shunchaki rasadxona emas. Ilgarigilar faqat rasadxona bo'lgan, lekin bunday qarasang uni hujralari bor. U yerda yotishgan, u yerda har bir xona bo'lgan, alohida har bitta olimda kutubxonasi bo'lgan. Bu rasadxona juda katta. Ya'ni bir ilmiy markaz bo'lgan. Shuning uchun ham rasadxonaga mas'ul shaxs Ali Qushchini tayinlaganlar. Ali Qushchi bu yerda rasadxonani boshqarishlik bilan birga Ulug'bek tomonidan yozilgan Ziji Jadidi Ko'ragoni, ya'ni Ulug'bekning asariga u sharh ham yozadi. Bu sharhida Ulug'bekning masalalarini, ba'zi bir muammoli masalalarni u turli xil matematikaga asoslangan holatda uni ilmiy yechimlarini beradi. Buni Ulug'bekning Zij asariga yozgan sharhi, Ali Qushchining Ulug'bekning Zij asariga yozgan sharhi juda ham mashhur hisoblanadi. Ali Qushchi umrining ko'p qismini Samarqandda o'tkazadi. Faqat 1449-yili Mirzo Ulug'bek vafot etgandan keyin mirzolar o'rtasida ro'y bergan nizodan afsuslanib, asta-sekin bu yerda ilmiy ishlarni to'xtatishga majbur bo'ladi. Endi taqdir taqozosi bilan 1449-yili bilamiz Ulug'bek olamdan o'tadi. Ana shu paytda Ulug'bek 30 yillik kuzatishni tugatgan, Zijchi ma'lum qismlari yozilgan, lekin Zij hali mukammal holatda emas edi. Dunyoga ma'lum emas edi. U qolib ketishi mumkin edi. Tarixda bunaqa narsalar bor. Ana shu paytda Ali Qushchi aytadi, farzandi arjuman, men hech qayerga ketmayman deydi. Ustozim shu yerda kuzatgan deydi. Men ustozim ishini davom ettiraman deydi. Va 20 yil ustozini ishini davom ettirib, Zijni mukammal holatga keltiradi. Shunda bir hodisa ro'y beradi falakiyot ilmi tarixida. 30 yil Ulug'bek kuzatgan, 20 yil Ali Qushchi. 30 yil, 20 yil, 50 yil bo'ladi. Falakiyot ilmi tarixida 50 yil ishlab turgan rasadxona bo'lmagan, faqat bu Ulug'bekning rasadxonasi bo'lgan. Lekin ulardan haj safariga ruxsat olishga muyassar bo'larkan, bu yerdan Ozarbayjonga ketib, biroz muddat Tabrizda yashaydi. Ilm ahllariga bo'lgan e'tibor kamayib ketadi. Ma'lumki, Temuriylar o'rtasida toj taxt uchun kurash kuchayib ketadi. Natijada ilm ahllariga bo'lgan e'tibor pasayib ketadi. Bundan keyin Ali Qushchi endi hajga ketishlik masalasini, hajga ketishlik bahona sifatida u Samarqanddan shahardan chiqib ketadi. U Samarqanddan Hirotga boradi. Hirotga borib Abdurahmon Jomiy bilan uchrashadi. Abdurahmon Jomiy bilan, ya'ni ma'lumki Alisher Navoiyning ustozi. Abdurahmon Jomiy bilan turli masalalar o'rtasida bahslari, ular turli masalalar o'rtasida bir-biriga ustoz shogird bo'lgan masalalari manbalarda keltiriladi. Undan keyin Tabriz shahriga o'tib ketadi u yerdan. U yerda uni mahalliy hokim Uzun Hasan o'z saroyiga taklif qilib, unga katta hurmat va ehtirom izhor etadi. Ali Qushchi
hajni bajo keltirgan yoki keltirmagani haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin u o'z safarining pirovardida Usmonli sulton Abul Fotih sulton Muhammad II saroyiga keladi. Manbalarda Ali Qushchi bu yerga Uzun Hasan tomonidan elchi qilib yuborilgani ham aks etgan. Tabrizni shohi Uzun Hasan Ali Qushchi kelayotganini bilib, shahardan tashqariga chiqib uni hurmat bilan kutib oladi. Va oradan bir yil o'tgandan keyin 71-yilda bo'ldi safar. 72-yilda Ali Qushchi Uzun Hasanning taklifi bilan Ali Qushchi Turkiyaga Muhammad II Fotih saroyiga elchi bo'lib boradi. U paytda oq qo'yinlilar bilan Usmonli sulton o'rtasida munosabat yaxshi emas edi. Shuning uchun o'rtadagi munosabatni yaxshilashlik maqsadida Ali Qushchini u yerga elchi sifatida yuboriladi. Ali Qushchi birinchi marta Turkiyaga elchi sifatida boradi va u paytda Turkiyani sultoni Muhammad II edi. Muhammad II albatta uni Ali Qushchi haqida ma'lumotlar unga yetib kelganida uni juda ham iliqlik bilan kutib oladi. Uzun Hasandan ko'ra yaxshi kutib oladi va natijada u Istanbul shahrida qolishligini taklif qiladi. Sulton uni juda iliq qabul qilib, o'ziga yaqin tutib, doimiy yashash uchun Istanbulda qolishni taklif etadi. Ali Qushchi bu taklifni qabul qiladi va sultonning ruxsati bilan yana Tabrizga qaytib borib, Uzun Hasanning ruxsati bilan albatta u yerda turgan 200 ga yaqin qarindosh urug'lari va yaqinlarini Istanbulga olib keladi. Sulton uni juda zo'r dabdaba bilan kutib oladi. Usmoniylar sultoni Abul Fattoh sulton Muhammad II eshitib qoladi. Deydi, bu shu yerdami bu chaqiringlar deydi. U kishi u paytda Germaniyadan, Avstriyadan, Gollandiyadan olimlar taklif qilgan bo'ladi, lekin qoniqmaydi. Nima uchun? Chunki mana shu hayotda juda katta ilmiy hayot bu yer. Lekin ularga sohib bo'ladigan kishi bo'lmagan. Ularga boshliq bo'ladigan kuchli olim yo'q edi. Keyin chaqiradilar Ali Qushchini. Keling, men sizga sharoit etib beraman dedi. Endi Ali Qushchi bir o'zi chiqib ketmagan-ku. E'tibor bering. 200 dan ortiq uni qarindoshi bor edi, o'zi bilan birga olib chiqib ketgan. Olib kelavering, men sizni qabul qilaman degan. Qarang, keyin Tabrizga qaytib kelib 200 ta qarindoshini olib borsa, sultonning o'zi chiqib butun dabdaba bilan kutib olgan. Bu ma'lumotlar yozib qo'yilgan. Ali Qushchi yo'lda bo'layotgan vaqtida Muhammad II har bir to'xtash joyiga 1000 aqchadan pul ajratadi. Shu darajada yaxshi kutib olinadiki, har bir to'xtash joyiga 1000 aqchadan pul ajratiladi. Ali Qushchi Uskudar shahriga yetib kelganda, o'sha Istanbulning eng mashhur olimlaridan biri, o'sha paytda Istanbul qozisi bo'lgan Hoji Muslihiddin Mustafa uni bir guruh olimlar bilan kutib oladi. Endi Hoji Muslihiddin Mustafa ham o'zi qozilik lavozimida bo'lishdan oldin dastlab o'zi astronomiya sohasida juda ham katta olim bo'lgan va madrasada dars bergan. Astronomiya sohasida yaxshigina olim bo'ladi va u yerda Muslihiddin Mustafa bilan uchrashadi va o'rtaga Medjazir deyiladi, ya'ni to'lqinlarning ko'tarilish va pasayish masalasini o'rtaga qo'yadi. Bu masala nima edi deyilganda, bu masala oldindan olimlar o'rtasidagi ixtilofli bahs masala bo'lib kelgan. Amir Temur saroyida ham Saduddin Taftazoniy, Said Sharif Jurjoniylar o'rtasida bu masala ko'tarilgan ekan. O'rtasida bahs bo'lgan, ya'ni bir guruh olimlar aytadiki, ya'ni masalan Ali Qushchi sifatida keltirib, Ali Qushchi o'zini fikrini shunday ifodalaydi. Okeanlarni, dengizlarni, to'lqinni ko'tarilishi, pasayishi quyosh va oyning tortish kuchlari bilan bog'liqligini aytadi va uni matematik usullar bilan isbotlab beradi. Matematik usullar bilan. Lekin Muslihiddin Mustafa esa uni tabiiy hodisa ekanligi yoki bo'lmasa yana bir boshqa bir narsa, boshqa bir unsurlar bilan bog'laydi. Dastlab Muslihiddin Mustafa o'zini fikrida qat'iy turadi, keyinchalik tadqiqotlar, o'rganish natijasida Ali Qushchini fikri to'g'ri ekanligini u ham tan oladi. Endi u yerdan keyin Istanbul shahriga boradi. Muhammad II huzurida bo'lishligidan avval Muhammad II saroy ahllariga savol beradiki, bu olim kim edi deydi. Saroy ahllari aytadiki, butun Ajab va Rum elining eng mashhur olimi deya ta'rif beradi. Shunda Muhammad II aytadiki, nafaqat Ajam, butun arab elini ham mashhur olim hisoblanadi deya ta'rif beradi.
Ali Qushchining ilmiy asarlari Ulug'bek Zijidek shuhrat qozonmagan bo'lsa ham, uning ijodi fan tarixida nihoyatda muhim o'rin tutadi. O'rta asrlardagi Mavara-un-Nahrda rivoj topgan aniq fanlar sohasidagi buyuk olimlarning eng so'nggi namoyandasi bo'lishi bilan birga, Usmonli turklardagi birinchi eng yirik va ko'zga ko'ringan olim aynan Ali Qushchi bo'lgan. Masalan, oyning holatlarini kitoblarda tushuntirar, aytadiki, oy 15-asrda bo'layotgan gap. Oy o'zidan nur chiqarmaydi. Oy bu quyoshning nurini qaytaradi deb aniq yozib ketadi. Yilli fasllari, harorati, iqlimini o'zgarishini aytadiki, bu yer bilan quyosh o'rtasidagi masofani o'zgarishiga oqibati deydi. Yana 15-asrda juda katta bir narsani ochiq oydin aytib ketadi. Yerni o'z o'qi atrofida aylanishi. Biz o'sha paytda hukmron g'oya shunaqa ediki, yer qo'zg'almas, osmon aylanadi deyilardi. Charxfalak deyiladi. Uni shunga bir misol keltiradi. Masalan, deydi, daryoda qayiqchi ketayotgan bo'lsa, deydi, xuddi qayiqchiga kemalar, qirg'oqlar suzib kelayotganga o'xshaydi, deydi. Aslida unaqa emas, deydi. U kemachi suzgandan keyin u suzgan sari u qirg'oqdagi narsalar namoyon bo'la borishi, deydi. Shunday bu o'xshatish harakat qiladi, anaqani yerni o'z o'qida atrofida aylantirish. Ana o'sha paytda yana bir narsa bor ediki, markaz, olamning markazi qayerda? O'shanda hukmron g'oya shunaqa edi. Yerning markazi, olamning markazi. Ali Qushchi aytadiki, olamning markazi ikkita deydi. Quyoshning orbitasi ikkita, markazi ikkita deydi. Bu degani quyosh demak bitta markazda quyosh turadi. Bu geliosentrik sistemaga ishora edi. Ya'ni markazda quyosh turgan olam tuzumiga ishora edi. U zamon uchun bu juda ham katta gap edi. Endi buni juda ham ochiq etmasdan, haligi sahal tartib o'ziga ma'lum so'z ustaligi bilan Ali Qushchini shu astronomiya haqida risola kitobida berilgan. Bu kitobni 3 ta qismdan, bir muqaddima va 3 ta qismdan iborat. Birinchi anaqasida yozadi, birinchi bobda muqaddimada geomatematik haqida va tabiat haqida yozadi. Ikkinchi qismda yozadi astronomiya haqida. 11 bobdan iborat bo'ladi, 6 bobdan iborat bo'ladi, astronomiya haqida beradi ma'lumotlarni. Ikkinchi bobida beradi, 11 ta maqoladan iborat yerni tuzilishi haqida. Uchinchi bobi bizgacha yetib kelmagan. Biz aytdik qomusiy olim dedik. Haqiqatdan uni biz hozir asosiy e'tibor astronomiyaga beryapmiz. Matematikada katta ishlar qilgan. Masalan, pi sonini, aylananing diametrini, aylananing uzunligini, diametriga nisbatan bo'lgan pi sonini virguldagi 16 xonagacha bergan. Bu narsani Ali Qushchidan keyin 250 yil o'tgandan keyin normandiyalik olim buni sonlarning tartibini yana oshiradi. Hozirgi zamon turk tarixchilarining e'tirof etishicha, Istanbulga Ali Qushchi kelguniga qadar ilmi hay'atda u daraja bir sohib vuqufi mavjud bo'lmagan edi. Istanbulga Ali Qushchi kelishi bilan bu mamlakatda qisqa muddat ichida astronomiya fani sohasida ishlar yo'lga qo'yiladi va pirovard natijada Miryam Chalabi va boshqa atoqli zotlar ilm fan sahnasida o'z bo'yini ko'rsatadi. Ali Qushchi borgunicha haqiqatan ham Istanbulda matematika, astronomiya, ilm fan u darajada emas edi. Aniq aytish mumkin. Chunki mana kassasatlar bo'lganda germaniyalik, olmoniyalik. Mana shular shunday Ali Qushchini shunday o'rganganki, mana shu Ali Qushchini ilmi, ya'ni Samarqand ilmi orqali Germaniyaga shu ilmni olib o'tganlar. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor qaratiladigan bir jihat bor. Ya'ni qayerdagi tinchlik, farovonlik bo'lsa, u yerda ilm fan gurkirab rivojlanadi. Ilm fan gurkirab rivojlanadi. Masalan, Temuriylar davri, Amir Temur davrida shu darajada osoyishtalik ediki, butun dunyo ulamolari Samarqand shahriga yig'ilgan edi.
Endi Amir Temur vafot etdi. Vafot etgandan keyin barcha ozgina vaqt o'rtasida toj taxt uchun kurash bo'ladi, lekin keyinchalik butun hokimiyatni o'g'li Shohruh Mirzo o'z qo'l ostida jamlaydi. Va Shohruh u paytda endi Hirot butun katta bir markazga aylanadi. Samarqanddan poytaxt sifatida Hirotga ko'chiriladi. U yerda ko'plab ulamolar u yerga yig'iladi. Endi shu jihatga e'tibor Ali Quchining ustozi Qozizoda Rumiy, Qozizoda Rumiy o'zi asli bu yerlik bo'lmaydi, u asli Istanbuldan kelgan bo'ladi, Turkiyadan kelgan bo'ladi. Turkiyadan kelib Ulug'bek saroyida Ulug'bekni madrasasida faoliyat yuritadi. Endi buni u yerdan kelishiga sabab nima edi deyilganda, ma'lumki Amir Temur bilan Usmonli o'rtasida jang bo'lgandan keyin Usmonlilar yengiladi va ma'lum bir vaqt, ya'ni 10 yil deyiladi, ma'lum bir vaqt ichida u yerda toj va taxt uchun, ya'ni toj va taxt uchun kurash kuchayib ketadi va natijada ilm fan ahllariga e'tibor susayib ketadi. Buni natijasida Qozizoda Rumiy Temuriylar saroyiga keladi. Temuriylar saroyiga keladi va Ulug'bek madrasasida faoliyat yuritadi va Ali Quchiga ustozlik qiladi. Endi qarangki, o'zi shu yerda tug'ilib, shu yerda faoliyat yuritayotgan, ilmni eng katta vakili sifatida nom chiqargan Ali Quchi Temuriylar o'rtasida bo'lgan toj taxt uchun kurash va bu talatopda endi bu yerda faoliyat yurita olmaydi, u keyinchalik Usmonli yurtiga ketadi. Aylanadi. Nima uchun deyilganda, chunki u paytda Usmonli davlati Muhammad II sultonlik qilayotgan edi. U paytda juda ham ilm ahllariga katta e'tibor qaratilayotgan vaqt hisoblanadi va Usmonlilar eng gullab yashnayotgan davr hisoblanadi. Ali Qushchi 1472-yil bahoridan boshlab kundalik 200 aqcha moyana bilan Aya Sofiya madrasasiga bosh mudarris etib tayinlanadi. Uning qarindoshlari va yaqinlari ham o'zlariga munosib vazifalarga tayinlanadilar. Turkiya haqqoni Ali Quchiga o'sha paytda Aya Sofiya ehromini madrasa qilib beradi. Mana shu madrasada Ali Quchi ma'ruzalar o'qiydi va keyinchalik bosh umrini oxirigacha bosh mudarris bo'lib qoladi. Muhammad II-ga Risolatul Muhammadiyya fil hisob degan bir asarni taqdim qiladi. Bu asarning ahamiyati nimada ekanligi, bu asar asosan ikki qismdan iborat. Birinchi qism kirish, muqaddima bo'lsa, ikkinchi qism esa arifmetik hisoblarga oid hisoblanadi. Endi bu ikkinchi qismda ham u arifmetikani o'z ichida 5 ta bobga bo'ladi. Undan tashqari geodeziyaga oid masalalar keltiriladi. Endi bu masalalarda eng asl ahamiyatli jihati bu bizda o'sha vaqtgacha uchburchakni butun tomonlarni o'lchami bilan, ya'ni butun tomonlar orqali uni burchagini chiqarish masalasini u birinchi bo'lib ilgari suradi. Va hozirgi bizda matematikada bor sinus, kosinus, tangens, kotangens masalalari bor. Hatto shu sinusni gradus o'lchovini shu darajada aniqlik bilan aytib beradiki, hozirgi o'lcham bilan deyarli farq qilmaydi. Ali Qushchi butun hayoti va ijodini fan yo'liga sarflaydi. O'z asarlari bilan va ustozi Ulug'bek bilan hamkorlik tufayli nomini tarix sahifalariga abadiy muhrlaydi. Muhammad II va Oqqo'yinlar o'rtasida, ya'ni Uzun Hasan o'rtasida munosabat yana yomonlashadi va Muhammad II unga qarshi yurishga chiqadi va bu yurishda Ali Quchi ham qatnashadi. Bu yurishda Muhammad II g'alaba qozonadi va bu g'alabasining sharafiga o'sha yerda bir asar yozadi va bu asar nomini Fathiya deb nomlaydi. Safardan qaytgandan keyin Ali Quchi Aya Sofiya madrasasiga mudarris etib tayinlanadi va unga 200 aqcha tayinlanadi. Ma'lumki, o'sha davrda Yevropada sharq fani va madaniyatiga qiziqish juda katta bo'lib, sharqning ilmiy yutuqlarini chanqoqlik bilan o'ziga singdirayotgan edi. Istanbulga Italiya, Germaniya, Avstriya va Gollandiyadan rassomlar, muhandislar, harbiy mutaxassislardan tashqari astronomiya va matematika mutaxassislari ham to'plangan edi. Xususan Germaniyadan hisobdonlar kelgan edi. Birinchi bo'lib Samarqand olimlarining yutuqlaridan ana o'shalar bahramand bo'ladilar. Shu tariqa Ulug'bek va uning ziji haqidagi xabarlar milodiy 15-asr oxiridayoq Yevropaga yetadi. Bunda esa Ali Qushchining xizmati juda katta bo'ladi. Mana Ulug'bek rasotxonasi deymiz. Ulug'bek rasotxonasida aniq ikkita ma'lumot bor. Birinchi, Bobur aytgan 3 qavatli
Sharofiddin Aliyev yozgan bu bezakli, yaxshi. Tamoyili qanaqa bo'lgan rasadxonada? Rasadxona 3 qavatlari qanaqa tuzilgan? Va hokazo ko'p savollarni berish mumkin. Mana shunda Ali Qushchini Rasadxona tarixi degan kitobi bo'lgan. O'sha yerda shular hammasi yozilgan bo'lishi kerak. Yoki ming afsuski, Ali Qushchi Samarqanddan Turkiyaga ketayotganda bu kitob yo'qolgan. Va u haligacha hanuz topilgani yo'q. Ali Qushchi 1474-yil 17-dekabrda olamdan 71 yoshda olamdan o'tadi. Uni Turkiyadagi Abu Ayub Ansoriy maqbarasiga qo'yishadi. Maqbarada shuni yozuv hali ham saqlanib qolgan, o'yib yozilgan yozuv ilm-fan rahnamosi Ali Qushchi deb yozilgan. Shu yozuv hali ham turibdi. Ali Qushchining tug'ilgan yili aniq bo'lmasa ham, o'lgan sanasi juda aniq. Bu sana uning qizi tarafidan nabirasi bo'lmish Miram Chalabiyning asarlarida keltirilgan. Unda aytilishicha, vafoti sanasi hijriy 878, melodiy 1474-yilning 17-dekabriga to'g'ri keladi. U Istanbuldagi Abu Ayyub Ansoriy maqbarasiga dafn etilgan. Ilm nevaralari, uni bitta nevarasi Hofiz Kohagiy deyiladi. U juda kuchli ilmli bo'lgan, matematika, tarixdan, biologiyadan, meditsinadan asarlari bo'lgan. 1528-yil Hindistonga borib Bobur bilan uchrashgan va Bobur bilan uchrashgandan keyin qaytib kelgan, Toshkent shahriga qaytib kelgan va umrini oxirigacha Toshkentda yashagan, shu yerda olamdan o'tgan. Uni hozir Toshkentdagi Hastimom, Hazrati Imom majmuidagi Kafol Shoshiy maqbarasiga qo'yishgan. Ali Qushchining ikkinchi nevarasi bo'lgan. Bu nevarasi Mirim Chalabiy deyiladi. U ota tarafdan Qozoda Rumiyga, ona tarafdan Ali Qushchiga bog'langan. Bu Ali Qushchi Samarqanddan Turkiyaga ko'chganda Ali Qushchiga hamroh bo'lgan nevarasidir.